Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve men vela amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli aziz qarindoshlar. Biz oldingi darslerimizde Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge hamroh bo'lgan Allah subhanahu ve taolaning roziligiga erishgan sahabalar haqida 10 sahabani so'zlab o'tdik. Bu 10 sahaba bo'lsa Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem cennet bilan xush bishorat bergan va avangard sahabalarning qatoridan bo'lib, dastlabki Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o'tirg'i chiqqan bu sharafli ulug' islom dinining yuksalishi ta bizning davrimizgacha sog'lom holatda kelishiga eng cho'ng tuhfalarni qo'shgan sahabalar edi. Mana shunga asosan qarindoshlar, ya'ni har qanday bir davlatning va yoki har qanday bir millatning yuksalishida erlarning tuhfasi bo'lganga o'xshash va yana bizning dinimiz islom dinining yuksalishi, ya'ni payg'ambar alayhisalomning Madinada qurgan ana shu islom davlatining yuksalib butun dunyoga islomni tarqatish olishiga erlarga o'xshash bir turkum ayollarni tang asosini qo'shgan edi. Ya'ni islomning dastlabki mezgillarida, ya'ni avangard ayol sahabalardan bir turkumlari diniy ilmlar bilan, hadis, fiqh ilmlari bilan shug'ullangan bo'lsa, bir turkumlari jang maydonlarida ham kasal davolash, ham dushman bilan urushdan iboratan jang va urush sohalariga kirgan edi. Bir turkumlari hunar va kasb va tijoratlar bilan shug'ullanib, islomning gulinishi, Madina davlatining yuksalishi, islom dinining ta keyingi avlodlarga sağlam holatda, shalliq holatda kelishiga sabab bo'lgan edi qarindoshlar. Mana shu sharafli ayol sahabalarning qatoridan bo'libmi, mana bizdek hozirgi zamonda da'vo ustida turayotgan vatanimizni Sharq Turkistonni ozod qilish uchun ayol kichik cho'ng hammamiz otlanish, har birimizga farz, mas'uliyat va qarz bo'layotgan mana shu vaqtda bizga eng yaxshi ulgu bo'la oladigan, namuna bo'la oladigan, bizga ustoz bo'la oladigan onamiz Nasiba binti Ka'b al-Ansari radhiyallohu anha haqida bugun to'xtalamiz qarindoshlar. Nasiba, ya'ni kunyat e'tibori bilan Ummu Ammara degan kunyat bilan mashhur bo'lgan. Ba'zi arab she'rlarida, ba'zi tarixlarda Nasiba degan ismning o'rniga, ya'ni nun harfini pesh qilib Nusayba deb ishlatganlar bo'ldi. Mayli Nasiba va mayli Nusayba bo'lsin, ya'ni Ummu Ammara ismli bu onamiz islomning yuksalishi uchun cho'ng xizmatlarni, faoliyatlarni qilgan edi. Ya'ni sahabalar va yoki uningdan keyingi va'zishunoslar Ummu Ammara radhiyallohu anha tilg'aga vaqtning o'zida 1000 erga barobar ayol Nasiba degan ismni qo'llanadi. Bizmi 1000 erga tankilaydigan tangdosh ayol sahaba Ummu Ammara, ya'ni Nasiba degan ismni qo'llandik. Bundaq deyishimizning sababi qarindoshlar, bu Ummu Ammara har sohada islomga xizmat qilish uchun, Allah'ın kelimesini üstün qilish uchun, Rasulullah'ni qo'g'dash uchun butun borliqini atagan edi. Hattoki neni erlardan üstün xizmat qilgan ayol sahabi edi. Payg'ambar alayhisalom Ummu Ammara palanidan afzal deb aytgan edi Payg'ambarimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü mana bu sharaf, mana bu ismga, mana bu atoqqa loyiq bo'lishida qarindoshlar, Ummu Ammara radhiyallohu, ya'ni Nasiba radhiyallohu anha qarindoshlar qalbida iymonini, tilida tavhid kalimasi bo'lgan la ilaha illallohni, bir qo'lida qilichni, bir qo'lida askarlarga to'shaydigan suvni, uchisida jarohatlarni tangadigan dardarmak teniq latıllarını kötürüp durup jang maydonlarida Rasulullah bilan urushlarga, jang maydonlariga qatnashgan mashhur ayol sahabadir qarindoshlar. Bu holatni bir tasavvur qilib o'ylab boqaylik. Bu holatni, ya'ni bir ayol kishi, har qanday bir insonningki, har kishining shundoq ayol kishiga nazar selib va yoki ayol kishining o'ylagan vaqtning o'zida uni ojiz degan ideya har bir kishining kallasiga keladi. Ammo Nasiba onamizga qarab boqaylik. Hiç bir erqilanmayotgan necha xizmatni bir vaqtning o'zida, ya'ni bir qo'lida qilich, agar dushman oldiga uchrab qolsa uning bilan elisha oladi.
Bir qo'lida suv ussab yoki jarohatlar qiynalgan vaqtning o'zi uning ussizlik suv yetkazadi. Uchisida doğru dermek, ya'ni tiniq latillari. Jarohat bo'lganlarni tig'ib davolaydi. Mana bu sharaflik ismga nail bo'lgan bu xizmatga erishgan onamiz Nasiba bint Ka'b al-Ansari radhiyallohu anha qarindoshlar. Bu sahaba onamizningki qisqacha ba'zi bir qilgan xizmat faoliyatlarini qisqa so'zlab o'tamiz va buningdan biz u onamizning jasorati, sadoqati, fidokorligi, sabrchanligini o'zimizga cho'qim ulgi dars olmasak bo'lmaydi qarindoshlar. Dastlabda Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yani Mekke'deki halatda tıkı Medine'ye bambağa vakitinin özüde Peygamber aleyhisselam'a özünü pida kılış için Beyt-i Rızvan'da 73 kişi Resulullah'a beyat vergen edi. Resulullah'ın için her kandak nesini keçidiğen, milidin, cinidin her kandak nesini keçip Resulullah'ın koğulaşqa beyat kılgan 73 şahsının içinde 2 ayal kişi var arkadaşlar. Mana şu 2 ayal kişinin birisi Nasiba onamiz edi. Mana mushu bergan va'dasini haqiqiy amalga oshirgan, va'dasida tutgan onamiz Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bilan Uhud urushiga qatnashdi. Bu vaqtimizda Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam cho'ng bir sharafni berib aytganki, ey Nasiba ailesi, sizlar aile boyunca qalbi qazandinglar. Sizlar nima degan esel degan vaqtning o'zi Nasiba onamiz to'lab dediki, ey Rasululloh, biz sizlar bilan jannatda birga bo'lishni orzu qilamiz ya Rasululloh deganda Payg'ambar alayhisalom, shunda Payg'ambar alayhisalom Alloh subhanahu va taologa duo qilib deganki, ey Allohumma aj'alhum rafaqa'i fil jannah. Ey Alloh, mana shu oilani jannatda mening hamkor nimalarim, ya'ni yaqinlarim mening hamrohlarim qilib bergan Alloh deb duo qildi. Bu vaqtning o'zi Nasiba onamiz buningdan xursand bo'lib dediki, dunyoda menga yetgan har qanday qiyinchilik, musibatga parvo qilmayman. Maqsadga g'oyamga yetdim. Rasululloh bilan jannatda birga bo'lishni iboratdan g'oyamga yetdim degan edi. Mana shu urushdagi fidokorlikni qisqa so'zlaymiz qarindoshlar. Nasiba onamiz shunda rivoyat qiladi-ki, ya'ni dastlabda musulmonlar Uhud urushida g'alaba qildi. Bir mezgildan keyin yana urush ta'tilisiga o'rilib, musulmonlar mag'lubiyatga uchradi. Nurg'un musulmonlar aloqsada bo'lib, o'zlari kayniga qechishga boshladi. Shunda qarasam, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning qishida adam asqabdi. Men 2 balam Habib ve Ubeydullah ve yo'ldoshim To'taylan ve ondan başka 10 adam Payg'ambar alayhisalomni qo'g'dash uchun Rasulullahning qishiga atlandik. Mening qo'limda qilich var edi, ammo ularning nezillerini, ular urgan qilich veya o'qiyalarini to'sadigan qalqan yo'q edi. Qarsak nurg'un adamlar oqisi qechib o'tibdi. Payg'ambar alayhisalom bir adamni ko'rib, agar sen urushmay qolsang, qo'lingdagi qalqanni urishadigan odamga tashlab ket dedi. O kishi qo'lidagi qalqanni tashlab edi, darhol qalqanni elib Rasulullahni qilich bilan va qalqan bilan qo'g'dashga boshladi. Bu vaqtning o'zida Ibn Qam'a degan, ya'ni kafirlarning qo'mondonidan birisi Muhammad sallallohu alayhi vasallam nada men uni cho'qib o'ltirma deb ot bilan besib keldi. Va uningga qattiq zarba bir qancha qilich urdim, ammo qo'sh savut kiyvaganlik uchun uningga urgan urushim ta'sir ko'rsatmadi. Va uni itiga urib jiqitdim va yana bir rivoyatda boshqa birisi ot bilan keldi, uning itiga qilich urib uni jiqitdim degan rivoyat bor. Ya'ni Nasiba onamiz shu vaqtning o'zi Rasulullohni qo'g'dash uchun otliq kelgan dushmanga pastlik qilich va qalqon bilan taqobil qilgan edi. Yana Umma Ammara onamizdan shunday rivoyat keluvdiki, qarindoshlar diqqat qilaylik. Deydi, "Ala otliq bo'lib qolganlik uchun bizga jiq ziyon yetib qoldi. Agar ular piyodalar bo'lgan bo'lsa, ularni biz tugashtirib yetdik" deydi. Bir ayol kishi bo'lgan bu onamizning og'zidan chiqayotgan jasorat va g'ayratni ko'rib boqaylik deydi. Ya'ni ular piyoda bo'lgan bo'lsa, at bilan bo'lib bizning qilishlarimiz ularga yetmay ujiq ziyon qilamadi, ular bizga ziyon solib qo'ydi. Agar ular piyoda bo'lgan bo'lsa, ularni tugashtirdik deydi. Ma jasorat, ma g'ayratni biz o'rganishimiz, o'rnak qilishimiz kerak arkadaşlar. Bu vaqtning o'zida Payg'ambar alayhisalom ko'rdiki, yana bu Umma Ammara Nasiba onamizning o'g'li Ubeydullah yaralandi. Yaralanib qon aqqan vaqtning o'zida Payg'ambar alayhisalom yarangni tangdir dedi. Buni ko'rgan onasi darhol berib, o'g'lining yarasini tangdirib bo'laplan balasiga dediki, "Ya bunayya, ey o'g'lim, qum va hiz ilal jihad." Qop
Cihatga atlan, Resulullah'ını qoğda deb öz balasını jayg'arlangan balasını cihat tarafga, Resulullah'ını qo'g'dash tarafga undadi qarindoshlar. Bizning analarımızda bu ruh pek muhim. Bu ruh hem az. Vatanimizda nurg'un qarindoshlar, nurg'un balalar zalim Xitoy uchun qarashtirish uchun maydonga chiqqan vaqtda sen uningga tengilanmaysan, senga iningning diningni ye, sen uyaga borsang bo'lmaydi deb on balalarini tutib qolgan ahvollar bor edi. Amma qarindoshlar, muhojiratga har bir onalar bu onadan o'zimizga o'rnak olaylikki, Allah bergan omonatni Allah yo'lida taslim etishni biz o'rganaylik. Farzat Allohning bizga bergan omonati. Ana şu İslam, şu umma emmaradek özünü ve ballarını peyda kılalgan analarının töhbesi bilen İslam güllerini gidedek inşallah Şarkı Türkistan ana aşındak ballarını ve özünün hayatını özüne takdim kılalgan analar ve insanlar köpeğe vakitte çok müstakil buludu. Yani özümüzden vakalige qaytib kelsak qarindoshlar, bu anamiz şu vaqtning o'zida qattiq jangovarlik ko'rsatdi. Hatta İbn Qam'a tarafdan urilgan bir qilishda gajgi tarafı qattiq ig'ir yaralangan, bir yilgacha mushi yarni davolatish bilan mashg'ul bo'lgan degan rivoyatlar keladi. Ana ashundaq yaralansimi to'xtamasdan Rasulullohni qilichi, qalqini ko'ksi bilan Rasulullohni to'sgan, qo'g'digan. Ve şu Uhud jangida dümbisdan başka bir qancha yerlarga o'q va yoki nayz qilich izlari qilib jarohatlandiganlar rivoyat jarohatlandigan degan so'zlarni rivoyatlarni sahobalar tarix kitoblarga qoldirgan qarindoshlar. Bunga biz alayda diqqat qilaylik. Mana shu vaqtning o'zida payg'ambar alayhisalom dediki: "Ya umma ammara man tutiqu ma tutiqina." O kema qala sallallohu alayhi vasallam. Yani ammara siz taqat keltirgan, siz qilalgan ma ishlarni qaysi bir odam qila oladi? Hech kim qilolmaydi ma ishlarni. Siz alayda ish qilib etdingiz degan edi. Umar roziyallohu anhu Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılgan hadiste Peygamber aleyhisselam dedi ki Uhud günüse men uğamga qarsam, soğamga qarsam, qaysi tarafimga qarsam Ammar'ını ködüm. O qattiq urushdiki, o şu urushgan jasoratida palanchilardan jasor, palanchilardan ilg'or deb aytgan edi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yine qarindoshlar, Uhud urushida ana ashundaq fidokorliklarni o'g'li, yo'ldoshi, o'zi oila bo'yicha chiqib Rasululloh jangga qatnashish bilan birgina Rasulullohni qo'g'dash sharafiga erishgan noil bo'lgan jangovar onamiz edi. Bu anamiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin davamlıq yoqlab turuşiga, hürmet qilishig'a, davamlıq tilga elishiga, o'zidan keyingi Umar Abu Bakr radhiyallohu anhu vasiyat qilishiga noil bo'lgan anamiz edi. Bu anamızdan oğlu Habibni Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Musaylimetul Kazzab'dan ibareten bu mel'unga yani sen boysun itaat kıl degan sözülen bir risale xat bilan öğretken edi. Bağa vaqtımızda bu Musaylimetul Kazzab degan en veşşi bu iblis yani peygamberlik davasını götürüp çıkan bu mehluk Habib ki dedi ki sen eşhedü enne Muhammed Resulullah demse dedi deyme dedi. Onda olsam benim Allah'ın Resulü demse dedi vaqtı ben bu da gapdan almayım dedi. Qayta tekrarlab azaplı dedi devedi sözünü. Yani pichaq bilan birdan a'zolarni kesib tashladi qarindoshlar. Amma Habib öz meydandan yanmay eşhedü enne Muhammeden Resulullah degan ana shu gapida mustahkam qoldi. Bu xabar yetib kelgan vaqtning o'zida Ammara Nasiba anamiz qattiq ichindi va Musaylimatul Kazzabni cho'qim o'ltirmay deb qasam qildi. Uningdan cho'qim qisosini olmaydi dedi. Yani sabr qildi. Peygamber aleyhisselamның qishig'i berib dedi, sabr qiling dedi. Sabr qildi, ana ashundaq qasam qildi. Ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilan bir qancha urushlarga qatnashish bilan birga qarindoshlar Rasulullohdan kimmi? Yani Yamama urushiga qatnashdi ve ondan boshqa bir qancha urushlarga qatnashgan edi. Peygamber aleyhisselam bu vaqtida Umma Ammara radhiyallohu anha Peygamber aleyhisselamның qishig'i kelib, ey Rasulullah, men qarab baksam ayetler bütünley er labz bilan keladigan.
Köpünçe şan şeref ve ataklar ve yaki bazı ayetlerde ayallar ayrımtılığı ilinmaydiken, erlerge kelediken, diğer vakitinin özü de Allah subhanahu ve teala mana bu mübarek anımızın şu arzu ümidi bilen Allah subhanahu ve teala Ahzab suresi 35. ayette nazil kıldı kardeşler. Bu ayet Allah subhanahu ve teala dedi ki innel muslimine vel muslimat vel mu'minine vel mu'minat vel qanitine vel qanitat vel sadikine vel sadikat ayetning ahirigacha Allah subhanahu ve teala Müslüman ayollar, mümin ayollar, yani Allah subhanahu ve teala'ga davamlı ibadet kılgan ayollar, rastçıl meydanda iniq turdigan rastçıl ayollar, sabr qilguvchi ayollar, Allah'tan qo'rquvchi ayollar ve sadaqat qilguvchi ayollar, ro'za tutuvchi, avratlarni haramdan, zinodan saqlovchi ayollar, Allah'ni davamlı eslaydigan ayollarga kelsak, Allah subhanahu ve teala bularning gunohlarini mag'firat qildi ve ularga katta ajr azimni Allah subhanahu ve teala tayyorlab qo'ydi degan bu oyatni Allah subhanahu ve teala mukofot sifatida anamizga, ya'ni bu oyatni tushadi qarindoshlar. Bu anamizning hurmati, fidokorligi, islom uchun qilgan xizmati bilan Allah subhanahu ve teala bu oyatni nazil qilgan qarindoshlar. Bu ahvolni, bu maydonni, bu gapni, bu ahvolni o'ylab obdan bir analiz qilib boqaylik. Bu anamizning shon sharafini, fidokorlik xizmatini bir o'ylab boqaylik qarindoshlar. Yani kardeşler, bu anımız hayatını, İslam'ın yükselişi, Allah'ın kelimesinin üstün buluşu, vatanının selamet buluşu, ayollarının şu vatan ilgisinin izzet abır için can meydanlarda hayatını ötküzdü. Yani Yamamı uruşu da, yani Ebu Bekir razıyallahu anh Halid-i Velid'ni kumandan kılıp, Yamamı uruşu ve Musaylemetul Kazzab karşı uruş kılışka, qo'shin yig'ayotgan vaqtning o'zida bu anamiz Abu Bakr raziyallohu anhuning qishiga kelib, ey amirul mu'minin, ya xalifati Rasululloh, ey Rasulullohning xalifasi, menga ruxsat qilsalar, men Musaylimatul Kazzabni o'ltam desam bo'lmaydi deb qasam qilgan edim. Menga ruxsat qilsalar degan vaqtda bu anamiz 60 yoshning ustida edi. Böyle bakaylik. Bir ayol kishi 60 yoshning ustidagi 60 yoshdan eshib ketgan bir ayol kishi Abu Bakr raziyallohu anhuning qishiga kelib, men jihad chiqmay Abu Bakr deb Abu Bakr raziyallohu anhudan izn so'rayotdi. Abu Bakr raziyallohu anhu sizning jang mahoratingiz va sizning jasoratingiz bizga qoyil. Ammo diqqat qilishingiz kerakdi, dedi-yu, islavadi. Ve Halid-i Velid raziyallohu anhuga ma ayolga sen obdan qarag'in, diqqat qilgin, sen uning holidan xabar olgin deb vasiyat qildi. Halid-i Velid bu alaydi bu vasiyat. Ahmiyat berib bu anamizni ko'p nihoyatda o'rinlashtirishlarni qildi va yo'qlab turdi. Ammo bu urushda bir o'g'lini shahid etgan bu anamiz bu urushda nihoyatda bir qaysarlik, nihoyatda bir jasorat urg'ib turgan holatda urushdi. Bu urushda bir qo'lidan ayrildi qarindoshlar. 60 yoshdan oshgan bir onamiz bu urushda Rasulullohning o'rnida men payg'ambar deb da'vo qilgan bu mal'un kazzobni yo'qotish bu urushida bir ayol kishi 60 yoshdan oshgan bir ayol turib o'zining qo'lidan ayrildi. Sahabalarning rivoyatlari qarindoshlar tarixda 12 ga jarohatlangan va bir qo'ldan ayrilgan deydi qarindoshlar. Mana shunday qaysarlik bilan urushdi. O'zining ulog'i bo'lgan, ya'ni mas'uliyatini unutib qolmay, bir tarafdan kasal davolab, bir tarafdan suv yetkazib, bir tarafdan urushib, ham ishni tang ilib bordi bu urushda. O'g'li Ubaydullah, yani bir rivayette Abdullah deb kelgan, yani şu o'g'li Musaylimatul Kazzabni, yani vahshiy etib yiqitgandan keyin qilich bilan o'ltirishga noil bo'lgan vaqtning o'zida darhol Allohga shukr sajdasi qilib, ey Alloh, nazarimga, va'damga amal erishdim. Men maqsadimga yetdim deb shukr sajdasini qilgan edi. Mana shu urushda jangovarlik ko'rsatib bir qo'lidan ayrilgan bo'lsa-mu, yana irodasidan, jasoratdan ayrilmagan edi. Halid-i Velid yo'qlab kelib qarasa, bu anamiz bir qo'ldan ayrilgan. Buni tez davolash uchun yog'ni qizitib, mayni qizitib, shuning orqali dag'lab bu qo'ldan chiqayotgan qonni to'xtatish uchun bu kasal davolashdan iboratdan bu faoliyatni elib bo'lganda, bu og'riq dasti hatto qo'li kesib etilgandan bu yuqori qattiq og'riq tatib ketdi.
Ama bunun mu berdaşlık bədi? Bunun mu berdaşlık bədi? Qaytib kelgenden keyin Ebu Bekir razıyallahu anhu davamlıq yuqlab turdu. Ebu Bekir razıyallahu anhu Ömer razıyallahu anhu bu anımızda vesiyet kaldırıp ketdi. Resulullah Ömer razıyallahu anhu'nun qışığı bir kishi kelip isel bir yağlıq kötürüp gelip bir kimni bunu senin oğlanın kızığı ayalığı men soğuk kılay degendim dep kelgen vaqtda Ömer razıyallahu anhu dedi ki sen bunu eğer yaxşı bir insanı soğuk kıla olsan umma emmara nasibege soğuk kılgın hediye kılgın. O en bunun layık ve bunun en muvaffak namza şu dep Ömer razıyallahu anhu teşebbüs kıldı. Yani Ömer razıyallahu anhu'nun halifelik devrede deslebede bu anımız baydı. Ömer razıyallahu anhu mu yoklap duratdı, hatta meslet alattı, halidan haber alattı. Bu anımız en aşı kılgan şan şerefleri, pidakarlıkları, oğullarını Allah yolda pida kılış, özünün hayatını pida kılış, her vakit özünün mesuliyetini unutup kalmaslık, kalbide iman, tilide tevhid kelimesi, bir kuluda kılıç, bir kuluda su tulumu, uçsuda doğru dermek tıkla olan İslam ümmetinin yükselişi, Medine devletinin terakkiyatı, Müslümanların izzet için barlıkını takdim kılıp, 60-70 yaştan üstün 70 yaşının üstüge kelgen vaqtda, yani bazı rivayette ölgen yiş tarixida tazim okum bir narsa hasil kılamadım. Ama yani hicretninki 13. yılının ayığı kelgen vaqtda Allah'ın dargayıga zafar bilen, şeref bilen bizge şu qarqidek faaliyet namune ölgene taşlap koyup Allah'ın dargayıga qaytdı. Allah subhanahu wa ta'ala bu anımızını Firdevsul a'lalarda kılsın. Bundan keyin va hazırki yetilayotgan biz musulmonlarni, bo'libmi ayollarimizni ana shu nasiba anamizni o'ziga o'rnak qilib, pidokor, jangovar, jasur o'zining avlodlarini, dini, vatani, millat uchun taqdim qila oladigan, o'zini har vaqt bir mas'uliyat egasi deb qarab, dini, millati, vatani uchun özünü pida qila oladigan avlodlarni ana shundoq jangovar holatda tarbiyalaydigan analardan qilsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizge bundan keyin ana shundoq onalarni, hemşirelerini köplep çıkarıp bersin. Allah subhanahu wa ta'ala ana shundoq jangovar insonlarni chiqarish bilan ustimizga kulfatni pad arda tugitib bersin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.